Assalomu alaykum. Oson sehrli oshxonamizga xush kelibsiz. Qovoq yemaydigan insoningizga bu retseptda tayyorlab bersangiz, aniq yeb qo'yadi. Buning mazasini sizlarga yetkazib bera olmayman, albatta tayyorlab ko'ring. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1 dona qovoqni yuvib, to'g'rab olamiz va po'stlog'ini archib olamiz. Qovog'imizni mayda bo'laklarga bo'lib olamiz endi. Endi duxovkamizning patnisiga hammasini terib chiqamiz va ustidan saryog'imizni, bo'laklab qo'ygan saryog'imizni qo'yib chiqamiz. Va ustidan oz-ozdan shakar qo'yib chiqamiz va 30-40 minutga duxovkaga pishiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek ajoyib retseptimiz tayyor bo'ldi. Vaqtga ko'ra yong'oq sepdim. Bu videoni qovoq yemaydigan tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying.